Assalomu alaykum yurtdoshlar. Videomizda o'tirmasdan kuzatishlaringizni so'rayman. Do'stlar, yaqinlara tashab qo'yinglar. Arzon narxda 84 ta 100 metr umumiy yer maydonini ega ishlab chiqarish uchun o'zlaringizni biznesingizga, talabingizga javob beradigan bir zdaniyasini ega ko'chmas mulkimiz sotib chiqdi do'stlar. Vнимательно eshitib kuzatishlaringizni so'rayman. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Tandirchini yo'ldan shundan kirib kelsangizlar, shu yerda sizlar uchun barcha sharoiti bor. Ya'ni suvi, sveti, gazi, transportlaridan ham muammosi yo'q yurtdoshlar. Bu yerda liboy bizneslaringizni qilsangizlar bo'ladi. Ya'ni sklad ham talabga javob beradi. Aytib o'tganimizdek o'zlarini oshxonasi, ofisi, do'stlar, kerakli, ya'ni zaruriy ehtiyojimiz hamma narsa bor bu yerda. Bir girish qismi bo'ladi, glavniy tak 84 ta 100 deb aytib o'tdik. 2 zdaniyasi bor. Tayyor zdaniya. Buni yaqinda usti tom qismi shifr qilingan bo'ladi. 27 ga 27 bo'ladi do'stlar. Yaqindan tanishtirib o'taman. Mustahkam qurilgan zdaniya, ya'ni ichida ishlab chiqarish qilsangizlar ham bo'ladi. Bu yerni do'stlar endi bir foydalansangizlar ham bo'ladi. Shu yaqin atrofdagi tadbirkor biznesmenlar o'zlari ham so'rab turibdi, lekin hozirgi kunda yarmini bo'lib beringlar deb turibdilar. Narxina keladigan bo'lsak, oxirinda aytib o'taman. Like'larni bosib kuzatinglar, yaqinlara tashab qo'yinglar do'stlar. Zo'r tochkada chiqqan ko'chmas mulkimiz, prямо mulkigadan o'zi bilan bog'lanib savdolashib kelishib olaverasizlar. Nomerlarini ekranda pastda yozib qo'yibmiz. Prямо mulk egasi do'stlar. Girish qismi 27 eni bo'lsa, bo'y ham 27. Baland zdaniya do'stlar. Yine ko'rishingiz mumkin. Polni ishlab chiqarish uchun barcha talablarga javob beradi. Ya'ni eni, bo'yi gap yo'q. Mustahkam qurilgan zdaniya bo'ladi. Inshaalloh oluvchilarga nasib etsin. Rahmat deb qo'ysangizlar bo'ldi. Mulk egasi bilan срочный bog'laninglar. Ya'ni barter masalasi ham ko'rib chiqiladi ekan. Endi kvartira, uy-joy bo'lsa, naqd bo'lsa dim ajoyib do'stlar. Ya'ni katta pul surtilgan, shuning zdaniyani ayrim bir yaxshi maqsadlarga ko'ra sotib qo'ydilar do'stlar. Endi biznes planlari, rejalari o'zgargan ekan. Shu sabablarga ko'ra zdaniyamiz sotib qo'yilgan. Do'stlar, bu ko'chmas mulkimizda отдельный transformatorlar bor. Bu yerda shitlari bilan ichana girib turibdi. 3 fazli ismi. Inshaalloh oluvchilar o'zlari bog'lanib, kelib, yarki tushuncha olib, yaqindan tanishib olsangizlar yaxshi bo'ladi deb umidamiz. Like'larni bosinglar. Katta zdaniya 27 ga 27. Toshni shu vajidan boshimizdan turibdi. Qani ketdik, danishamiz. Yurtdoshlar, videoni o'tirmasdan kuzatinglar. Kommentariyada yaxshi fikrlarni bildirib o'tirganlar do'stlar, ilohim Alloh taolo hammangizni ko'chmas mulklar bilan, orzu istagingizdagi ajoyib ko'chmas mulklar bilan silasin. Rahmat hammangizga, bizani qo'llab-quvvatlab turganlar. Yaqinlara ulashib qo'yinglar. Bizdaniyamiz shifr qilinmagan, lekin to'shni shu razmerda 27 27 bo'ladi. Zdaniyamizni tam qismini yopish kerak, bo'lgani qolgan hamma ishlari qilingan. Territoriyamizda eslatib o'tamiz, gaz, suv, svet muammo yo'q. Shitimiz bu tomonda. Aytib o'tganimizdek, o'zini transformatorlarına ega bo'ladi yurtdoshlar. Talablarga javob beradi, ishlab chiqarish ishlami liboy biznesi do'stlar. Bu tomondan qurilish qilingan ko'rib turganlaringizdek, ofis uchun, oshxona uchun, ishlab chiqarish uchun, ya'ni zaruriy ehtiyojlarimiz shu yerda mavjud do'stlar. Girib tanishtirib o'tamiz. Girsak, shunday bir girish qismida stachkasi qilingan pomeshcheniyamiz bo'ladi. Isitish tizimini ega. Aytib o'tganimiz, gaz, suv, svetda muammosi yo'q. Bu xonamizda yana laminat qilingan fonda lyustralarni undaq qilib qo'yibdilar do'stlar. Bu tomonda yana bir pomeshcheniyamiz, bu yerda isitish tizimi bor. Aynan arqa tomonidan qaragan bo'ladi. Belgi foydalanadigan xonamizga keladigan bo'lsak, girish qismida yana bir o'tirib ovqatlanadigan stol-stullar ishchilar uchun do'stlar. Bu yerda qarovulxonasi bo'ladi. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonda yana rakovina o'rnatib qo'yibdilar. Razdevалка qilsa ham bo'ladi ekan. Yurtdoshlarning bu yerda oshxonasi, gaz, aytib o'tganimizdek, двухконтурный настенный котелlar, aristonlarning ham suv nasozlarining ham bor do'stlar. Bu yerda yana bir xonamiz. Bu yerda rakovina o'rnatib qo'yibdilar. Isitish tizimlari bor. Ya'ni sanuzel qilib olsangizlar ham bo'laveradi. Oluvchilarga nasib etsin, yaqinlarga ulashib qo'yinglar do'stlar. Narxina keladigan bo'lsak, eng mazali yeri
$160 ming naq pulda do'stlar. Agar mabodo barter masalasine keladigan olsak, bizlarga murojaat qilsangiz da bo'ladi. Kvartira, uy-joy, yer o'rnida ismi, magazin, shunga o'xshagan ko'chmas mulklaringiz bo'lsa, ko'rib chiqiladi do'stlar. Like'larni bosinglar. So'raydigan narsamiz shu do'stlar. Sizlardan yordam aluvchilarga nasib etsin. Murojaat uchun telefon nomerlari ekranda yozilib turibdi. Prямо mulkigadan.